Qaynonam bizani tashlab ketdi. Bugun ertalab soat 4 da Oyjonni kuzatib bordik. Undan keyin bo'lsa bugun hech kim yo'q. Men mazza qilib faqat va faqat uxlashim kerak edi. Uxlasam soat 8 da uyg'onmasam bo'ladimi? Yo'q, uxlayman deb yana majbur 12 da uyg'ondim. Yorijonimni jo'maga ko'zatib, darrov chiroyli bo'lishni boshlab bordim. Oyjon qaqa ketdilar, nima deb o'ylaysizlar? Kommentingizlar fikringizni ketinglar. Oyjoyda yo'qlar-ku faqat uxlayman. Umuman ish qilmayman, ovqat ham qilmayman deb qasam ichdim. Sizlar ham uyda bo'lsanglar bo'yanib, sochlaringizni qilib yurgili kerak. Agar men sochlarimni qilib bo'yaolmasam, dunyoga bo'lgan qiziqishim bo'ladi. Xo'sh, nima qilsamkin deb o'ylab o'tirgan paytda Pero quruq salfetkalar tomonidan shuncha dastavkalarim keldim-da, qarasanglar, hayotingizda juda ham ko'p rol o'ynaydi shu. Flashli emas salfetkalar. O'zimga ovqat qilmoqchi emasdim, lekin qaynona jonimga tilla o'g'illari gulkaram olib kelibdilar. Buni pishirmasam bo'lmaydi deb darrov ovqat qilishga tushib ketdim. Sizlarga bitta sir aytadigan bo'lsam, oshxona ovqat qilish juda ham yomon ko'raman, bilaman. Menda juda ham ko'p. Xullas, shuncha atir sevib bo'yanganim qayerga ketdi demasdan, shunaqa yog' hidi bo'lib ovqat qildim. Keyin bo'lsa kirlarni solib qo'ydim. Har doim shu kirlarni kir mashinaga solaman, lekin olish esimdan chiqib qoladi. Xullas, ovqatim ham pishdi. Kosmetika olgan, kosmetika magazinga bormoqchi. Lekin birga borganni sherik topolmaganim uchun hammasi atir. To'g'ri, balki sizga bunaqa videolarim qiziq emas. Qachon ko'ngil uchun like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying, chunki ertaga qaynonajonim ketishlaridan oldin menga olib bergan 588 ta qozonni obzor qilaman.